Shu reinkarnatsiyani o'zi asl ma'nosi o'sha nimada? O'zi shu qanchalik haqiqat shu gaplar yoki reinkarnatsiya haqiqatan ham shu jarayon qanday sodir bo'ladi? Bu yerda inson mana biz sizning YouTube kanalingizdan ko'rib kuzatamiz, bilamiz. Nafsni boshqa narsaligi, ruhni boshqa narsaligi. Bu holat bo'lgandan keyin qayta inson hayotga kelganidan keyin o'sha nafsga saqlanib qolgan ma'lumotlar, o'sha xotiralar, o'sha ma'lumot bazasida bo'lib saqlanib qoladi u nafsga. Bu inson xuddiki mana hozirgidek shakllanib, buni fikrlash qobiliyati hozir bo'lganiday, hozirgidek mana tushunganiday, har bir narsani ko'rib bilganiday, u badanda ham xuddi shunday hodisa yuz beradimikin? Savolim qisqa qilib aytadigan bo'lsam, shu reinkarnatsiya haqida ilmiy asoslarni siz o'zingiz bizga tushuntirib bersangiz shu haqida. Xullas, reinkarnatsiya mavzusi bu o'zi islom ulamosi bu haqda o'sha payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ta'limotlari yoyilishi bilan barobariga mana shu odamlar orasida, ulamo orasida bu nima qilingan, ya'ni gaplashilgan mavzulardan. Endi reinkarnatsiya nima deyilganda, bu mana shu Hind nimasining mifologiyasi yoki ular ilohiy kitoblari, qo'lyozmalari, tarix nimalaridan kelib chiqqan holda qaraydigan bo'lsak, asosan mana shu nimani hinduizm diniy ta'limotini asosiy nimalardan birida, mavzulardan biri reinkarnatsiya deyilganda darhaqiqat insonni qayta kelaverishi dunyoga, toki u butunlay o'sha nafsning yomonliklaridan poklanib ma'naviy ruhoniy yuksaklikka ko'tarilgunga qadar shu davom etaveradi va oxiri o'sha Alloh taoloning jamoliga qovushadi degan bir ma'noda falsafa bor. Xo'p, bu narsa islomda qanday? Islomda qanday deyilganda, ibrohimiy dinni nazarda tutyapman. Men islom deganda mana bu hozirgi sunniylar yoki shialar e'tiqod qilayotgan dinni nazarda tutmayman, chunki men ularni islomda deb bilmayman. Shu sababli ibrohimiy dinlarda reinkarnatsiya masalasi ko'tarilganmi, buni gaplashamiz. Bugungi nimalarda, ayniqsa Shia, aslida Shia haqida biroz keyinroq tushuntiraman. Avvalambor sunniylar o'zimizni mana shu nimalar o'sib unib o'sgan joylarda insonlar qanday tushunadi? Reinkarnatsiya ular uchun avvalambor yo'q. Ya'ni inson bir marta keladi, bir marta o'ladi, bo'ldi. O'sha bilan qiyomat kunida so'roq savollar va boshqa o'sha bizga bildirilgan ma'lumotlar sodir bo'ladi deyiladi sunniylikda. Xo'p, Shiyada nima deyiladi? Shiya aytadiki, yo'q. Raja degan bir narsa bor. O'sha raja degani shu reinkarnatsiya degani emas, lekin o'shanga yaqin bo'lgan bir narsani tushuntiradi raja so'zi bilan. Raja bu 12 ta imomning, ya'ni biz e'tiqod qiladigan 12 ta imom. O'sha Hazrat Alidan boshlab to Imom al-Mahdi, ya'ni oxirgi 12-imom, ham birinchi Mahdi o'shangacha bo'lgan qo'lyozmalar, ulardan bizga yetib kelgan hadislar Shia manbalari orqali, chunki sunniylar ularni butunlay inkor qiladi. O'sha imomlarni agar gaplariga qaraladigan bo'lsa, ular aytadiki, inson cheklangan bir sikl jarayonida dunyoga qayta keladi deydi. Biz ham raja hodisasiga ishonamiz. Raja demak bir insonni bir necha marotaba, aytaylik 5 marotaba, aytaylik 7 marotaba. Bu degani cheksiz degani emas. Hinduizmdagi reinkarnatsiya bilan farqi shundan iborat. Balki bir marta ham bo'lishi mumkin. Chunki o'sha inson birinchi kelishida, ya'ni o'sha nafsning jasadga yuklangan holda, ya'ni nafs bu ma'naviy bir borliq
badan bo'lsa bu avatar, mashina, robot mashina. O'sha nafs mana shu avatarni qo'lga olgandan keyin u o'zini asli kimligini biladi, to'g'ri yashaydi, Alloh taoloni taniydi va Alloh taolo bilan birga yuradi. Odam alayhissalom qanday jannatda Alloh taolo bilan birga yurgan bo'lsa, bu kitoblardagi gap aytyapman. Inson ham agar shu tarzda ma'naviy yuksalganda Alloh bilan birga yuradi. Alloh har doim u bilan bo'ladi. Shu ma'noda. Shu nimaga chiqadigan bo'lsa bir umri ichida u masalan unga ya'ni raja nima bo'lmasligi mumkin, sodir bo'lmasligi mumkin, chunki yetishi mumkin bo'lgan maqsadga, darajaga, saviyaga bitta hayotda ichida yetishdi. Endi bizga o'xshagan ozroq chala savod odamlar bo'lsa, ruhiy nimalardan yo'qsil odamlar, masalan, bir avtopilotda yashaydi-da insoniyat. Asl 90% inson avtopilotda yashaydi. Masalan, mashinangiz bo'lsa, avtopilot nimaligini bilasiz yoki samolyotdagi avtopilot. U badanni o'zi boyagi berilgan datalar bor. O'sha datalarni olgan holda manevr qilaveradi yo'lda. U yerga consciousness, ya'ni ongning, shuurning bog'lanishi shart emas. Kichik bir bog'lanish bo'ladi, lekin o'sha avtopilot holatida inson yashayveradi. Insoniyatning asosiy qismi bugun avtopilotda yashayapti. Shu sababli biz ularni uxlayotgan insonlar deymiz. Uxlayotgan insonlar o'lik insonlar bo'ladi, chunki uxlash, uyqu bir o'limni bir ko'rinishi hisoblanadi. Bu insonlarda shu sababli dinda ruhsiz insonlar deyiladi. Chunki ular avtopilotda. Kunlik mana shu matritsani o'zini haqiqat deb bilib, o'shani ichida shunga qara rioya qilib yashayotgan insonlarda. Xo'sh, lekin o'sha avtopilotdan chiqib ketib, to'liq hamma narsani o'zini nazorati, ya'ni ong va shuurning nazoratiga olgan holda masalalarga qarash, kundalik hayotda bo'layotgan hodisalarga reaksiya berish, biror bir yumushni amalga oshirish va hokazo. Bular hammasi ongli, shuurli tarzda sodir bo'lishi kerak. Shu sababli insonlar agar ma'lum bir saviyaga yetmasa, tug'ilishda bo'lgan bir kelib chiqqan sharoitdan olib, masalan, 10 milliard inson bor. Birovlar Trishobada, ya'ni axlatxonalarda, boyagi chiqindixonalarda yashaydi ba'zi insonlar. Umuman hech bir narsaga imkoniyati yo'q, moddiy imkoniyat. Birov kasalmand tug'iladi, birov nogiron tug'iladi, birov boshqa shaklda, birov yana bir shaklda va hokazo. Birov boy badavlat, birov podshoh bo'lib tug'iladi, birov askar, birov yana bir nima. Mana shu narsalar hammasini nazar e'tiborga olganda, agar qarasangiz, kimdadir kattaroq imkoniyatlar berilgan hayotda, kimgadir kichikroq imkoniyat berilgan va hokazo. Bundan tashqari bu yashayotgan insonlarda masalan ma'lum bir sabablarga ko'ra aytaylik, avvalgi bir qilmishi sodir qilgan jinoyati bo'lishi mumkin yoki bu dunyoda kimgadir o'ta katta bir haqorat qilib nima qilgan bo'lishi mumkin. Alloh taolo o'sha narsani bu dunyoni o'zida balans qilib qo'yish uchun ham o'sha narsani qayta olib kelishi mumkin. Nega bu narsaga ahli sunna ishonmaydi? Biz buni bila olmaymiz toki o'zlariga bizga to'liq tushuntirib bermasa, chunki Qur'oni Karimda ochiq oydin dalillar bor insonning qayta dunyoga olib kelinishi mumkinligi haqida. Shu joygacha sal bo'lsa ham tushunarli bo'ldimi? Ya'ni kirish qilyapman-da, poydevor hozirlayapman, keyingi nimaga o'tganda aniq tushunilishi uchun mana shu masala, chunki og'ir mavzu. Tushunyapman, yaxshi tushuntiryapsiz. Endi demak, bu narsa shunday ekan. Reinkarnatsiya mavzusi, ya'ni reinkarnatsiya yo'q dedik, raja bor dedik, chunki farqlarini aytdik, o'shaning uchun buni aralashtirib qo'ymaylik. Ma'lum nimaga, sabablarga ko'ra ma'lum maqsad ostida raja bor. Reinkarnatsiya yo'q. Abadiy boyagi kelib ketaverish degan narsa hinduzmdagi u noto'g'ri deyapmiz va bir necha marotaba kelinishi mumkin.
Alloh taoloning o'zi hikmatiga asoslangan sistema bo'yicha bu ham. Chunki bu narsada 12 ta imom ijmo, ya'ni 12 ta imom bir xil fikr aytyapti. Bir xil fikr aytyapti. Qur'oni Karimga qarasak ham bunga yetarli ma'lumot topyapmiz. Injilga qarasak ham bu haqda ma'lumot kelyapti, Tavrotda ham kelyapti. Endi Iso alayhissalom haqida aytishadi, Yahyo alayhissalom nima shahid qilingan bo'ladi o'sha paytda, bilsangiz. Iso alayhissalomga keyin ular aytishadiki, bu Yahyoning qaytishi deyishadi. Ba'zilar aytadiki, yo'q, Yahyo emas, undan oldingi payg'ambar, o'sha kishining ismi esda chiqib, o'shani qaytishi deyishadi. Ayni narsa Iso alayhissalomni boyagi atrofidagi yordamchilari, ya'ni apostollari tilidan ham aytiladi. Ayni narsa. Islomga agar Qur'onni o'ziga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda ham masalan bir shahardan ketayotib, vayrona bo'lgan shahar oldidan eshagiga minib o'tib ketayotib, shunchalik vayrona bo'lib ketgan, yo'q bu insonlar hammasi nima bo'lib ketgan, halok bo'lgan bir shahar yana qanday qilib qiyomat kuni yoki qayta tirilish kuni qayta nima hosil qilinar ekan deb xayoldan o'tgan paytda Alloh taolo o'sha odamni eshagi bilan 100 yilga o'ldiradi. 100 yilga o'ldirib, keyin qayta tiriltiradi degan, keyin o'sha xayolidan boyagi kishini xayoldan o'tgan narsaga shu tarzda Alloh taolo qanday qayta tirilishini javob ko'rsatadi va aytadi, ana endi mana bu yemoqchi bo'lgan narsangga qara, meva nimalari bo'ladi va ana eshagingga ham bir qara degan maqsadda. Undan tashqari 300 yil uxlagan g'or sohiblari haqidagi nima ham bor. Ya'ni ular ham uxlash, boya aytdi, u ham o'lim. O'limni bir turi, ko'rinishi. Shunga o'xshagan yana anchagina misol keltirishimiz mumkin. Bular hammasi aslida agar Alloh taolo darhaqiqat shuni iroda qilsa, bu narsani hosil bo'lishi va bu narsani inkor qilish qaltis narsa ekanligini aytmoqchimiz. O'shaning uchun biz bu borada to'liq shaklda Ahlul Bayt imomlarimiz bilan qo'shilib o'shani tasdiqlaymiz, qabul qilamiz, e'tiqod qilamiz. Keyingi masala. Demak, raja bor ekan. Raja bo'ladigan bo'lsa, bu narsa qanday sodir bo'ladi desangiz, raja hodisasi ham bir necha ko'rinishda bo'ladi. Ulardan bittasi insonning inson sifatida kelishi bo'lsa, yana bittasi insonning hayvon sifatida kelishi. Ya'ni bir it bo'lib ham kelishi mumkin. Qayta o'sha nafs itning jasadiga o'tkaziladi degan inson it bo'lib tug'iladi. Yoki bo'ri bo'lib tug'iladi, yoki ayiq, xullas fil bo'lib va hokazo ilon bo'lishi mumkin. Bu narsa haqida ham Ahlul Bayt imomlarimiz tasdiqlagan va yana bir ko'rinishi bor, u ham bo'lsa jonsiz narsaga o'tish bo'ladi, tosh bo'lib qolishi insonni. Tosh aslida tosh, lekin joni bor. Nafs bor ichida. Va o'simlik holatida ham bo'lishi mumkin. Masalan, bir qiz faqatgina shu go'zallik tarafdori, faqat hamma narsa go'zal bo'lsin, go'zal kiyinay, go'zal ko'rinay, go'zal hidlar tarqatay. Hayoti faqat shu, bundan boshqa bir qat'iy maqsadi bo'lmagan, shunday bir aytaylik, inson bo'ladigan bo'lsa, u keyingi hayotda go'zal bir gul sifatida yaratilishi mumkin. Gul, ya'ni bir o'simlik bo'ladi. Chunki unga ortiqcha narsa kerak emas-da. Inson bo'lish uchun izlanishi, inson yuqori bir ma'naviy nimalarga ko'tarilishni xohlaydi. Faqat u tashqi nima bilan ko'p ishi bo'lmaydi.
Agar bir insonga faqat shu narsa kerak ekan, go'zallik bo'lsa, unda bir go'zal bir gul bo'lib yashasang ham bo'ldi, unga hech nima kerak emasda. Uni maqsad murodi shundan iborat. Endi boshqa bir inson faqat yeyish bilan ovora. Faqat bugun shashli, ertaga norin, indinga yana boshqa faqat ovqatni o'ylaydi. Ish qilib o'tirganda ham ishim tugasa nima yerkinman, qornimni nima bilan to'ldirarkinman. Unaqa insonni masalan cho'chqa qilib yaratilsa ham bo'laveradi, chunki unga hech nima kerak emasda. Unga yeyish, ichish bo'lsa bo'ldi. Xursand u. Hayotdan maqsadi shu. Shunaqa insonlar masalan bir maqsadi bo'lmagan hayotdan tuturuqsiz bir nima desa bo'ladi, kun hayot yashaydigan insonlarga masalan shu tarzda qayta nima qilinishi ham bo'lishi mumkin, yoki o'sha nimalardan, hayvondan yuqoriga qarab yuksalishi ham mumkin. Bu haqda ham qayerdan olding bu gapni deyilsa, masalan jannatga kiradigan hayvonlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. Ular qanday hayvon holida kiradi deb o'ylashadi? Yo'q. Hayvon holida kirishmaydi birodarlarim, ular inson holida kiradi jannatga. Qanaqa qilib inson holida kiradi? Chunki o'shalar o'ldirilgandan keyin, masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng sevgan mushugi o'lgandan keyin yoki tuyasi yoki boshqa narsa o'lgandan keyin o'sha tuyaning yoki mushukning ruhi bir tug'ilgan yangi, ya'ni inson sifatida inson bo'lib tug'iladi va Alloh taolo ularga yuksak bir rahmat, ne'mat berishi orqali, ki o'tgan hayotida ular uni to'liq nima qilgan, yashab o'tgan, o'shani nimasini bu keyingi hayotda ularga inson sifatida va rahmat ostida o'sib yashaydigan inson sifatida berilib, ana undan keyin ular inson sifatida jannatga ko'tariladi. Ana birodarlarim, bu masalaning yechimi bunaqa, mana shunday bo'ladi. Bu ham o'sha raja hodisasiga bog'lanadi, chunki u hayvonni inson bo'lib qayta kelishi bor. Endi maymun bo'lib maymunga aylantirilgan insonlar haqida ham Qur'oni Karimda oyat bor. Va cho'chqaga aylantirgan insonlar haqida ham. U qanday bo'ldi? Birdan birga o'sha odam birdaniga cho'chqaga aylanib qoldi emas, balki cho'chqa qilib yashattirildi keyin ular. Bu ham o'sha pastga ketish, zalolatga ketish, qulash ma'nosida keladi va bu insonlar oxir oqibat o'sha yashab berilgan bir necha berilgan sinovlari hammasida bittasida yaxshi inson bo'lib, masalan zo'r imkoniyatlar ostida boy badavlat qilib berib qo'yadi, boshqasida nochor, bechora qilib keladi. Ana o'shanda qani nochor bo'lganda qanday nima qildi, boy bo'lganda nima qildi? Bular hammasi keyingi hayotda u aytmasligi uchun. Mana bu odamni boy qilib qo'yding, uni hamma imkoniyati bor edi. Men bir axlatxonada tug'ildim va hech bir imkoniyatim yo'q edi. Nimaga endi bu bunaqa bo'ldi? Kabi ko'p narsalar hammasini bitta nima bilan, hikmat bilan yechish nimasiga, uslubiga bog'lasa bo'ladi bir tarafdan buni borligini. Chunki ham mantiqiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan, ham butun boshqa narsalardan teng imkoniyatlari berilishi, chunki insonlar turli sharoitda, turli nimalarda, muhitlarda yashashi, turli narsalari paydo bo'lishi va hokazolar hammasini agar hisoblasangiz, bu narsada albatta yaxshigina bir mantiq va logika bor. Menimcha o'tlab ketmasligim uchun sizga so'zni beraman hozir. O'shanga qarab keyin yana nimaga tushib olaman men izga. Marhamat. Yo, yaxshi javob berdingiz. Juda ma'noli yaxshi javob berdingiz. Menda yana ushbu savollar bor edi-da. Men eshitgan ma'lumotlarga ko'ra, mana inson vafot etar chog'ida u nimani his qilsa yoki nimani o'ylasa yoki nimani xohlasa, o'sha xohlagan narsasi yoki o'ylagan yoki his qilgan narsasi orqali o'lsa, keyin uni o'sha kelgusi hayotiga, o'sha reinkarnatsiya desak agar, kelgusi kelishida o'sha xohlagan narsasi bilan tiriladi deb eshitdim-da men bir ma'lumotga. Va siz aytyapsizki, o'sha ichki istak, ichki xohish, ichki
bir nima desa bo'ladi, maqsadiga muvofiq u inson yana qayta kelishligini o'sha insonni o'zi qanaydir o'zi bir tanlaydiganday qilib aytyapsiz. Ya'ni maqsadi va bir gul misoliga bir qizni qo'yib aytdingiz-ku, o'shanda men shuni tushundimda. Ya'niki bir maqsadiga muvofiq inson bu qayta agar keladigan bo'lsa, agar o'sha qayta kelgusidagi hayotini Alloh taolo o'sha maqsadiga qarab turib berar ekanda. Shunday bo'lyapti-da. Ha, bu ishni ichida insonga bog'liq bo'lgan tarafi ham bor. Zotan hamma narsada bu biz avvalgi safar erkin iroda, ixtiyor va hokazo kabi narsalar aytganda biz buni ta'kidladik. Insonda erkin iroda bor. Juziy deymiz, ya'ni juz degani qism degani, kul degani butun degani, kulli degani butuniy degani, juz'iy degani o'sha kulning ichidagi bir juz, qism deganida. Ya'ni juz'iy bir iroda bor, qismiy iroda bor. Biz buni tan olamiz. O'sha iroda ishga tushadi-da bu yerda. Inson o'sha o'zini nimalardan kelib chiqqan holda ham Alloh taolo o'shanga yo'l yo'riq berib ochib beraveradi. Agar u inson aytaylik shunday bir hodisa bo'lishi mumkin-da, qarang. Bir inson judayam bir nima desa bo'ladi, bir yomon bir inson, qaroqchi, o'g'ri, muttaham inson va bir shunday hodisa bo'ldiki, bechora bir odam bor edi, tilanchi bor edi, ozroqgina qo'lida puli bor edi, bu odamlar tashlab ketgan o'shani borib o'ldirdi va o'sha o'zidagi nimani oldi. Ya'ni pulni o'g'irladi o'sha odamni o'ldirib. Endi tasavvur qiling-da, shunaqa bir Alloh taolo o'shani shunday bir holatga keltirishi mumkinki, uni jazolash uchun uni aslida qayta keyingi hayotida boyagi tilanchi holida keltirishi mumkin. Va uni boshqaga u avvalgi hayotida boyagi tilanchiga nimani zulmni qilgan bo'lsa, unga o'sha zulmni qildirtirish orqali tenglamani ikki nimasini, tarafini tenglashtirish, balans soliga muvofiqlashtirish, muvozanatlash holati bo'lishi mumkin. Bildingizmi? Bu ham bir ilohiy adolatni o'rnatilishi masalanda. Yoki o'sha odam asli o'zi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini o'ziga o'ldirdi, o'zini o'zi o'ldirgan bo'lishi mumkin shu zaylda. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni butunlay u odamni qanchalik nimaligini bo'yniga qo'yib, har bir taraflama to'liq inkor qilib bo'lmas shaklda boyagi dalillar bilan qiyomat kunida o'sha savol-javob nima masida borayotganda mana shu narsalar hammasi o'z o'rniga qo'yilishi orqali. Demak, bir jihatdan darhaqiqat biz avvalgi hayotimizda qilgan iflosliklari javobini berayotgan bo'lishimiz mumkin. Yoki bizga ko'p imkoniyatlar berib, buni ustiga Alloh taolo bizga ne'mat va hikmat yoki ilm bergan bo'lsa, rahmat bergan bo'lsa, balki biz avvalgi hayotimizda bizni qandaydir bir nochor ahvolda sinab turib, bu hayotda o'sha narsani bizga yana ham ko'proq berib, ko'proq imkoniyatlar berib, o'sha berilgan imkoniyatlardan foydalanib yana ham yuqoriroq darajalarga erishishimiz uchun qilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni buni qaysi tarafdan olib qaramasangiz, o'ta katta mavzu, o'ta katta imkoniyatlarga ega, ehtimollarga ega bo'lgan bir narsa. Ya'ni to'liq agar bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu o'sha ilohiy mezon, ilohiy adolat, ilohiy muvozanatni yetarlicha dalil isbotlar bilan biriktirilgan holda bir insonda zuhur qilish shu narsalari, hodisalari. Bir necha nimalar orqali ayrimlarda. Ayrimlar shunday bir nima bo'lishi mumkinki, masalan, ichida o'ta katta inkorchilik bor, o'ta katta shirk bor, lekin bir hayotida masalan u yuzaga to'liq chiqmagan. Ikkinchi hayotida shunday bir hayot imkoniyat berilishi mumkinki, toki o'sha to'liq boyagi zulmning uchiga chiqsin. Insonlarni, xalqni moli, mulkiga xiyonat qilsin. Yesin o'shani, cho'chqaday bo'lib. Shu darajada asfala safilinga, ya'ni
eng tubanlikka tushsinki, Alloh taolo keyin uni hammasini ko'ziga dalil qilib o'sha odamni oxirat hayotida do'zaxda eng tubiga tiqsin. Bu kabi narsalar ham bor. Va buni teskari shaklda kelishi mumkin bo'lgan narsalar bor. Hammasini hisobga olsangiz, bular adolat va o'sha ilohiy mezon. Mana shuni tushuntiradi. Lekin o'sha insonda masalan birinchi marta, ikkinchi marta qayta kelgan inson deylik, u o'sha xotirasida bo'lmaydi, to'g'rimi? O'sha nechinchi marta kelishligi, o'sha avvalgi hayotda nima bo'lgan va hokazo va hokazolar uni xotirasida bo'lmaydi. U bilmaydi, ijtimoiy. Xuddi shunday. Bu nimaga o'xshaydi qarang. Biz aslida inson sifatida ko'p tush ko'ramiz. Hamma tush ko'radi. Lekin kamgina bo'lgan bir miqdorini eslaymiz ko'pincha. Ya'ni bu nima degani qarang. Inson uyquga ketganda, buni menimcha avvalgi mavzuda tushuntirdim. O'sha xullas nafs, ya'ni bizni borlig'imiz, kimligimiz, egomiz qora tuynukka kiradi. Qora tuynukka kirgandan keyin qora tuynukdan hech nima o'tolmaydi. Ya'ni yorug'lik, narsa, jismlar, hatto tovush bunaqa narsalar o'tolmaydi-da. Ya'ni yo'q bo'lib ketadi uning ichida. U qaytarila olmaydi. Insonning nafsi o'sha tuynukdan o'tilgandan keyin bu qora tuynuklar boshqa parallel olamlarga, boshqa ma'naviy, ruhoniy olamlarga eshik. Ana o'shandan o'tish jarayonida siz o'tasiz, qaytib kelganda qora tuynukdan yana qaytib o'tishingiz kerak. Qaytib kelish jarayonida asosiy qismi o'chiriladi. Chunki u yerdan hech nima qaytib kelmaydi-da aslida teoriya bo'yicha. Lekin insonni o'sha nafsi, egosi, o'zi kimligi, ruhi, ba'zilar ruhi deydi, farq yo'q. O'sha ma'lum bir ma'lumotlari olib keladi o'zi bilan va biz uni keyin aytamiz, shunaqa narsa ko'rdik va hokazo deb. Bu zaylda qaraladigan bo'lsa, insonlarda asosan o'lim hodisasi sodir bo'lgandan keyin xuddi uyqudagiga o'xshagan narsa hosil bo'ladi va ma'lumotlar o'chiriladi qaytib kelganda. Ayrimlarda xuddi uyquda ba'zilar ayrim tushlarni eslab qolganda, ba'zilari lekin eslab qoladi. Va aytadi, men palonchi joyda tug'ilganman o'tgan hayotimda, ismim shunaqa bo'lgan, bunaqa ismli xotinim bo'lgan va hokazo. Ba'zilar. Ammo umumiy ma'noda asosiy insoniyat bilmaydi uni. Xuddi boyagi tushdagidek o'chiriladi u narsa. Lekin kim bilishi mumkin? Ma'naviy yuqorilagan, ruhoniy poklangan insonlar, ya'ni nafsi va ruhi deyarli bir xil moddaga aylangan, nafs ham ruh sifatida xuddi uni kloni, kopiyasi singari porloq Allohning nimasiga huzuriga yetishgan bir komil nafs eslab qolishi mumkin. Shu sababli ba'zi insonlar bo'ladi, avvalgi nimalarni raja hodisasida kim bo'lib kelgan, nima bo'lib kelganligini o'sha ba'zi insonlar biladi. Va ularda katta bir birikim ham bo'ladi, bilim birikimi. Chunki biz agar bitta hayotda bo'lsa, u 2-3 ta hayotda nimasi birikmasi bor-da ularda. O'shaning uchun bu insonlar o'sha yuqori darajada turadi aslida. Endi shahidlar borasiga, shahidlar haqidagi narsaga kirib o'tirmaymiz. Shahidlar zotan o'lmagan. Biz qanday tirik bo'lsa, bu hayotda ular bir yuqori yoki bir necha yuqori boshqa hayotda, xuddi shunaqa hayot, material hamma narsa, o't, o'lan, o'simlik, qushlar sayrayapti. Biz qanday tirik qarsak, qo'limizni ikki barmoqni qo'limizni bir-biriga ursak, qarsak chiqsa, ovoz chiqsa, ular ham xuddi shu zaylda o'zini nimasida yashayapti ular. O'shaning uchun biz ularga o'lik demaymiz. Biz ularga shahidlarga tirik deymiz. Ular faqat yuqori nimadagi darajadagi olamlarda, jannat maqomlarida bo'lgani uchun ularda shunday imkoniyatlar borki, ular bizni aytayotgan gaplarimizni eshitishi mumkin. Hatto ayrimlari yuksak qudratlilari, ya'ni nabiy, payg'ambar,
nimalar hatto kelishi ham mumkin. U kelishi ba'zilari endi nima desa bo'ladi, gologramma sifatida ko'rinishi mumkin. Iso alayhissalom kabi aslida Jabroildan bo'lgan, Jabroilning nuridan bo'lgan masalan ba'zi borliqlar, ya'ni zotlar boshqa insonni badaniga kirishi ham mumkin. To'g'ridan to'g'ri badaniga kiradi va zuhur qiladi. O'sha endi u odam lekin boyagi eski odam emas, u odam yangi odam bo'ladi. U ruhni boyagi quvvati bilan shunday badanni o'zini hokimiyati ostiga oladida, ungacha o'tirgan nafs yoki ruh nima bo'lsa o'sha yerda u o'rnini unga bo'shatib berishga majbur bo'ladi. Bu rajaning yana bir turi, oxirgi deb aytaylik, mayli cho'zib yubormay. Bu transmutatsiya deyiladi. Nafsning yoki ruhning transmutatsiyasi. Ya'ni trans degani o'zaro o'tish, bir nimadan bir nimaga sakrash, mutatsiya orqali. Tushuntira oldimmi? Xuddi bu bizda jinlar birovni nimasiga jin kirib qoldi, buni jinchal degan narsalar bor-ku, o'shanga o'xshagan narsa. Ya'ni Iso alayhissalomning ruhi yoki Iso alayhissalomning egosi, uni nafsi aytaylik, boshqa bir vujudda, tanaga transmigratsiya qiladi va Isoga aylanadi u odam. Chunki maqsad insonning ruhi va o'sha nafsi kimligida, u badanning kimligi, ko'z, quloqni qanaqa shaklda, rangi, u hech nimani bildirmaydi. U faqat kiyimga o'xshagan narsa, jasad. Payg'ambarlarda mana shunaqa narsa bor, birodarim. Ilm tolibi, siz hozir bakın, shunaqa bir narsalar haqida gapiryapsizmi? Men shu diqqat qilib, xotirjamlik bilan sizni eshitib o'ylayapman-da. Bu narsani qayta eshitib, tafakkur qilib, xuddi buni 2 ga 2 ni qo'shsak 4 kabi biladigan darajaga olib chiqishimiz kerak-da bu narsani. Siz juda o'ta kuchli tushungan insonlar uchun-da, mana aqli ochiq, qalbi ochiq insonlar uchun bu juda ham kuchli ma'lumotlarda men eshitib hayronlar qolib ketyapman-da. Bu bilanni eshitdi, bu ma'lumotlarni eshitdi. Endi birodarim, bu narsani isboti bilan gapiramiz endi. Bunga dalil olib kelamiz. Aha. Va bu jarayonda hozir qancha gaplashdik? Men qisqaroq qilmoqchiman-da. 40 minut. 40 minut. Xo'p. Chunki men hozir Iso alayhissalomni xochga tortilishi va mana shu masala bo'yicha butun dinlar bir-biri bilan g'ij bir-biriga qarshi hech kim bir yechim bera olmayotgan, nima bo'lganini tushuna olmayotgan bir masala o'sha Iso alayhissalom o'ldimi, qanday o'ldi, o'lmadimi, ko'tarildimi, qayerga ko'tarildi, shu hodisa biz hozir aytib berayotgan narsani ustiga go'zal aslida dalil bo'lib o'tiradi. Faqatgina ozroqgina bu narsani tushunish uchun ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak va sabr qanoat kerak bo'ladi. Albatta obyektivlik birinchi o'rinda, samimiyat birinchi o'rinda. Yo'q, men agar sunniylik nima bundan boshqasini desangiz, unda buni eshitib o'tirmay, chunki bu masalani agar ustozlaringizga, mullalaringizga olib borsangiz, ularni miyasi yorilib ketadi bu gaplarni eshitib. Xo'p, Iso alayhissalom aslida kim? Iso alayhissalom o'tgan safarlar bir necha marotaba aytdik. O'sha Jabroil alayhissalomni, ya'ni Ruhul Quddusning qo'llab-quvvatlagan va Allohning bo'l deyishi bilan bo'lgan, paydo bo'lgan, yaralgan bir buyuk payg'ambar va
Alloh taoloning so'zi, ya'ni kalomi deyiladi Iso alayhissalomga. Agar eshitgan bo'lsangiz, ikkita payg'ambar bor. Bittasi Muso alayhissalom, ikkinchisi Iso alayhissalom. Bularga biriga kalomulloh deyiladi, ikkinchisiga kalimatulloh deyiladi. Ya'ni Allohning kalomi va Alloh bilan gaplashgan zot. Iso alayhissalomga Allohning kalomi deyiladi, Allohning so'zi deyiladi. Bu qabul qilingan hamma joyda. Sunniylarda ham, Shia boshqalarda ham. Endi Jabroil alayhissalom ham Allohning so'zi. Hech nima yo'q edi, logos bor edi, so'z bor edi. Endi Jabroil alayhissalom kim? Allohning so'zi va Allohning elchi farishtasi. Ya'ni so'zni payg'ambarlarga yetkazib beradigan. Alloh taoloning shunday bir kuch quvvatini o'zida mujassam qilgan bir maxluq edi. Odam alayhissalomdan beri, endi Odam alayhissalomning farzandlaridan boshlab insoniyatga mana shu hidoyat Jabroil alayhissalomning vositasi bilan kelgan. U vahiy payg'ambari deyiladi. Va u olib kelgan mana shu ma'lumotlar payg'ambarlarning xotirasiga, miyasiga, shuuriga o'tirg'iziladi va payg'ambarlar o'zlaridagi o'sha imkoniyatidan kelib chiqqan holda, qay darajada takomil bo'lgan bo'lsa, o'sha imkoniyatdan kelib chiqqan holda Alloh taoloning, ya'ni Jabroil alayhissalomning so'zlarini, xabarini so'zlarga aylantiradi. Ya'ni gapga, inson tili bilan gaplashgan jumlalarga aylantiriladi. Shu tarzda ayrim holatlarda o'sha jarayonda, ya'ni insonning farishta olib kelgan ma'lumotni insonning tirik lug'aviy so'ziga aylantirish borasida ba'zi nuqsonlar bo'lib kelgan. Shu sababli har bir nimada, kitobda yoki dinlari nimalarda ayrim nuqsonlar bor. Bu narsa Qur'oni Karimda aytiladiki, biz hech bir zamon bo'lmagan, hech bir payg'ambar bo'lmaganki, biz unga vahiy qilganimizda unga shayton pichirlamasin, shayton aralashmasin, uni ichiga shayton kirmasin. Ana o'sha shunga dalolat qilyapti. Ya'ni shaytonni aralashishi boyagi ilohiy xabarni insonning so'ziga aylantirish jarayonidagi ayrim nuqsonlarga aytilyapti. Demak, shunday ekan, tarixlar mobaynida bu qancha payg'ambar kelgan bo'lsa, shu zaylda hosil bo'ldi va oxirida Iso alayhissalom kelishi bobida, ya'ni kelmasdan oldin o'sha Jabroil alayhissalom tomonidan shunaqa bir nima qilinadi, ish qilinadiki, uning o'zi endi bilxossa o'zi kelishi, o'zining yer yuzida paydo bo'lishi masalasi. Ana o'sha bizda mana bu kitoblarimizda aytilgan Maryam onamizga Jabroil alayhissalom inson sifatida ko'rinishi bilan tushuntiriladi. Inson sifatida, hatto u bilan gaplashadi. Va o'zidan, u ham aytadiki, u o'zidan bir ruh beradi senga deydi. Ana o'sha o'zidagi ruh va Jabroil alayhissalom, ya'ni Iso alayhissalom Jabroil alayhissalomning kloni desa, ya'ni badan, go'shti ichiga kirgan, inson qiyofasiga kirgan kloni. Chunki o'sha butun nuqsonlar keldi. Har doim bir payg'ambarga vahiy kelganda u ichida qayerdadir bir nuqson chiqyapti. Va Jabroil alayhissalom to'liq o'zim tushuntiraman. Hammasini ilohiy haqiqat qanday bo'lsa hech bir nuqsonsiz tushuntiraman. Shaklda Iso alayhissalomning nuzuli paydo bo'ladi. Shu sababli Iso alayhissalom Allohning so'zi. Nega? Chunki Jabroil Alloh taoloning so'zi. Iso alayhissalom Ruhul Quddus bilan quvvatlangan va Ruhul Quddus inson sifatida uning o'kishini onasiga ko'ringan. Bular hammasi nimaga dalolat qiladi? Iso alayhissalomni ilohiy borliqligiga, ya'ni aslida barcha payg'ambarlar ilohiy borliqlari, ruhlari, chunki ilohiy Alloh taoloning huzuridan kelgan muqaddas ruh. Shu sababli Iso alayhissalom qarang, ilohiy bir ne'mat bilan
paydo bo'lgan shu Jabroil alayhissalomni inson sifatidagi ko'rinishi. Ana endi nima bo'ldi bu yog'i qarang. Iso alayhissalom o'sha oxirgi o'zining apostollari bilan o'tirib gaplashilgan paytida aytadiki, mening soatim yaqinlashdi. U yerdagi u kishini sahobalari aytadiki, biz seni hech bir zamon taslim qilmaymiz boshqalarga, seni muhofaza qilamiz, inkor qilmaymiz kabi so'zlar bo'ladi orada. Iso alayhissalom indamaydi, Avliyo Pyotr, ya'ni u kishini vorisi, xalifasi Avliyo Pyotr alayhissalom aytadiki, unaqa demang, biz sizni inkor qilmaymiz deydi. Iso alayhissalom aytadi, aynan sen meni xo'roz qichqirguncha ertalabgacha 2 yoki 2 martami, 3 martami deydi. 3 marta inkor qilasan meni deydi. O'ylab ko'ring. Boyagi sotqin bir nimasi sahoba bo'ladi-yu, sotadi 33 dirhamga, tangaga, kumushga. Keyin rimliklar kelib olib ketadi Iso alayhissalomni va ayni aytilgan shaklda hodisalar bo'ladi. U Injilda kelgan, men uni aytib o'tirmayman. Darhaqiqat Avliyo Pyotr Iso alayhissalomning o'limi oldini 3 marta inkor qiladi. Men bu odamni tanimayman dedi bittasida. Ya'ni biz kimmizki? Gunoh ish qilmaylik, noto'g'ri bir narsa qilib qo'ymaylik. Biz kim? Avliyo Pyotr alayhissalom bilan solishtirganda-da Iso alayhissalomni men sening ustiga mana shu cherkovni quraman, xristianlik o'sha kishining ustiga quriladi-da. Bunday zot. Endi u kishi ham inkor qildi. Iso alayhissalomni olib ketishdi. Va chormixga olib ketish jarayonida uni boshiga boyagi mixdan anu tikondan bo'lgan nimalarni kiygizib, ana senga tojing, sen dunyoni podshohligi, ilohiy podshohlik olib kelaman, men podshohman dedingmi? Mana sen podshoh bo'lsang deb o'sha tikonli, simli nimalari boshiga kiygizib, orqasiga katta adigi to'sinni qo'yib, boyagi xochga o'xshagan o'shanga osadi-da. O'shani nima qilib, savalab olib ketishadi. Olib ketish jarayonida Iso alayhissalom Alloh taologa yolvorib ko'p nimalar qiladi. Ya'ni meni qutqar ma'nosida. Keyin u joyda nima bo'ladi desangiz, hamma narsani aralash, quralash, alg'ov-dalg'ov, Ibrohimiydinni hammasi bir-biriga qarshi turgan o'sha hodisa ro'y beradi. Ya'ni Iso alayhissalom chormixga tortiladi ko'rinishda va o'sha yerda o'lganligi xristianlar tarafidan va ko'pchilik insonlar tarafidan qabul qilinadi. Xo'p. Yahudiylar nima deydi? Yahudiylar ham biz o'ldirdik uni deydi. Ular ham qabul qiladi o'lganini, ya'ni o'ldirishganini. Rim qo'li bilan. Islom nima deydi? Islom, ya'ni bugungi sunniy birodarlarimiz nima deydi? Ular aytadi, 2-3 xil fikr bor aslida bularda ham. Bittasi boshqa bir odam ko'rindi deydi. Isoga o'xshab, aslida u xochni olib kelgan boyagi nima qilingan odam Iso Masihdi. U boyagi sotqin bo'lgan sahoba edi. Ya'ni apostollikning bir ma'nosi bir. Sahoba edi deyshadi. Ba'zilari aytishadiki, u Iso alayhissalomni boshqa bir odam qiyofasi, umuman u boyagi sahoba emas edi, umuman boshqa aloqasiz bir odam, shu yuzi o'zgartirilib qo'yiladidagi shunaqa bo'ladi. Va o'ldiriladi, boshqa odam o'ladi aslida. Iso alayhissalom osmoni falakka ko'tariladi deyshadi. Shu gaplar to'g'rimi yo sizda bir boshqacha bilgan narsalaringiz bo'lsa qo'shing.
men o'zim hozir siz gapingizdan keyin bu tarixiy faktlardan xulosa qiladigan bo'lsam, Iso alayhissalomni bular o'ldirish olmagan deb o'ylayman. Ham shu Maryam onamizdan tug'ilgan holatlari qanaqa suratda bo'lgan bo'lsa, ham o'sha jasadlari holatida ham u kishiga ziyon yetkaza olmagan deb o'ylayman men o'zim. Ya'niki u biron kishiga o'xshatib qo'yilgan bo'lishligi mumkin u kishi, lekin bu kishini o'sha onasidan tug'ilgan holatlarida ham o'zini holatlarida ham biron bir unaqa qilish olmaganda, ziyon yetkazish olmagan deb o'ylayman. Ha. Zotan to'g'ri. Ya'ni sunniylikda ham islomda bu e'tiqod shunday. Bu kishiga nima qilmagan. Xo'p, endi detalga kirishamiz. Aslida nima bo'lgan edi? Ana o'sha hodisa jarayon bo'lyapti. Mana xayolingizda film ko'ryapsiz. Iso alayhissalom chormiqqa haydab olib ketilyapti. Orqasiga og'ir boyagi xoch yuklangan, hamma tarafida momataloq, xullas boshiga nima kiygizilgan va ketyapti. Tepalikka qarab chiqyapti bular. Moriya degan bir tepalik bor. O'sha Moriya degan tepalik eslab qo'yinglar birodarlarim, chunki yana bitta katta bomba bor. Balki bu safar men ayta olmasman, vaqt yetmas. Moriya degan tepalikni eslab qo'yinglar. O'sha tepalikka Iso alayhissalomning kelishi, chunki men uni keyin Ibrohim alayhissalom bilan bog'liq bo'lgan bir voqea bor, hammamizga ma'lum bo'lgan, o'shani parallel qilib olib kelib beraman, chunki bular katta juda qiziqarli narsalar. O'sha Iso alayhissalom ketyapti va atrofida insonlar bor. Ko'pgina insonlar, ba'zilar tomosha qilish uchun, hazil mazax qilish uchun, ustidan kulish uchun, tosh otish uchun, tupurish uchun kelyapti Iso alayhissalomga. Ba'zilari tanigan, eshitgan, nima bo'larkan, tomosha qilaylik deb kelyapti. Va orada hech kim tanimaydigan, u joylik bo'lmagan, mahalliy bo'lmagan bir inson ham bor. Va shu insonning nomi qandaydir bo'lib Injilda zikr qilib qolingan. Aslida unga hech kim bir shu paytgacha e'tibor bermagan. Uni umuman aloqasi yo'q. Faqat qandaydir ism zikr qilingan, o'sha borligi bo'ldi. Qarang. Bu nimaga muhim? Chunki u kishi Simon, ya'ni Shimon, yahudiylarda degan kishi bo'lib, Cyrus deyiladi, ya'ni Sirus degan bir joy bo'lgan o'sha paytlar uzoqroqda. O'sha joylik Simon. Ya'ni masalan Ahmad Termiziy desangiz, Termizlik Ahmad-ku, shunga o'xshagan narsada Simon the Cyrus yoki Simon Cyrus. O'sha kishi bor. Bu kishi xochga ya'ni boyagi xoch o'rnatilishi kerak bo'lgan joyga yaqin qolganda bu kishi Iso alayhissalom oldiga keladi, chunki tepalikka chiqilyapti. Og'ir orqasida nima borda? Ustun, katta ustun qoqilishi kerak. O'sha ustunni orqalatib qo'yishgan Iso alayhissalomga. O'sha paytda holdan toyib, juda nochor holga tushib qolgan paytda boyagi Simon keladida va ular Simon o'sha Iso alayhissalom orqalab kelayotgan yog'ochni ko'tarib borishi ustiga oladi. Yog'och olinadidagin, ya'ni Iso alayhissalom bilan tasavvur qiling. Iso alayhissalom chiqyapti, tepalikka qarab ketyapti, yonida Simon kelib yelkama-yelka turdida va Iso alayhissalom ustidagi boyagi yog'ochni Simonga beryapti va Simon uni ustiga olyapti. Ya'ni yonma-yon turibdi ikkalasi. Ana o'sha paytda, ana o'sha yog'ochning, ustunning
almashishi jarayonida Iso alayhissalom o'zining ruhini, o'zining nafsini Simonga o'tkazadi. Va Simondagi nafs, ruh Iso alayhissalomni badaniga o'tadi. Endi Iso alayhissalom Simonga aylandi, Simon Iso alayhissalomga aylandi. Shu tarzda Simon keyinchalik o'sha o'zining ko'rinishida, aslida ichida o'zi Iso alayhissalom keyinchalik u yerdan ketadi. Simon o'zini qurbonlik qiladi, qurbon qiladi Iso alayhissalom uchun. Simon va osilgan, chormiqqa tortilgan inson Iso alayhissalomning badani, lekin ichi Simon. Keyinchalik nima bo'ladi desangiz, buni nima isbotlaydi? Keyinchalik Iso alayhissalom yana o'zi, ya'ni u aslida kim? U Jabroil alayhissalomni ruhidan bo'lgan bir zotda, ya'ni ruh u, Ruhul Quddus u. U badan emas. U bir bog'bonni nimasiga kiradi. Vujudiga. Avatar, xuddi avatar almashganday kirib paydo bo'ladi o'zining o'quvchilarini huzurida. Ma bu Mari Magdalena bor, boshqa nimalar bor. Ular uni tanimaydi. Chunki qiyofa boshqada, boshqa inson. Lekin bir necha so'zlashuvdan keyin ularni aslida u kishini Iso alayhissalom ekanligini tushunadi. Hatto chormiq asnosida Simon chormiqga tortilayotganda Iso alayhissalom bu yerda turib ichida aslida Hazrati Maryam ham onamiz bo'ladi o'sha yerda. Hazrati Maryam ya'ni o'sha nimaga Iso alayhissalomga qaraydi-da, tanimaydi. Iso alayhissalom Simon nimani onasini tanimaydi. Chunki qiyofasi, o'ylab ko'ring-da, Iso alayhissalom qiyofasida, Iso alayhissalom aytayapti onasiga, sen kimsan, ey ayol, sen nima qilyapsan bu yerda deydi. G'aroyib bir narsa emasmi? U nimaga tanimaydi? Chunki u Iso alayhissalom emas ortiq. Iso alayhissalom boshqa vujudda. U Simon u. Tushuntira oldimmi? Shu zaylda Injilda keyinchalik Iso alayhissalomni bir necha marotaba turli bir boshqacha qiyofalarda o'zini o'quvchilariga kelib ayrim narsalarni aytganligi yozilgan. Iso alayhissalom. Lekin asl bu o'sha ular tanigan qiyofada emas. Tushuntira oldimmi? Shu zaylda mana shu nafsning, ruhning transmutatsiyasi deyiladi Iso alayhissalomda sodir bo'lgan holatda. U qaysi badanga ko'chishi biladi, qanday ko'chishi ham biladi. Qanday nuzul bo'lishi ham biladi o'shanda. Chunki u ilohiy bir quvvat bilan kelgan kuchda zot. Mana shu zaylda ruhning transmutatsiyasi. Bu Iso alayhissalomning o'limi bilan bog'liq bo'lgan hodisada jarayon etadi va biz bu narsani o'sha rajaning ichidagi transmutatsion holat deb tushuntiramiz. Shu zaylda Iso alayhissalom to 70-yillargacha hayotda qoladi. Chunki Qur'oni Karimda qarasangiz, o'sha 70 yoshlarga yaqin bo'lgan ifoda borda arab tilida. Bizda nima deydi? Masalan, yosh yigit, keyin keksa, o'rta yosh deb ajratamiz-ku. Ularda ham juda ko'p nimalari borda, yosh qatlamlari. Iso alayhissalomni qarilik holatigacha yashaganligi haqida oyat bor. Uni lekin negadir biz
sunniylar tan olmaydi. Uni boshqacha tarjima qiladi. Buzib tarjima qiladi o'sha oyatni. Iso alayhissalom nega 70-yillik? Chunki Iso alayhissalom o'lgan yil o'sha yil. Aslida o'lgan deyilganda o'sha qaysi badanda bo'lsa, o'sha badandan endi ko'tarilib Alloh taoloning huzuriga ko'tarilgan holat. Zotan u badan emas aslida. U har doim ruh bo'lgan. O'shaning uchun u o'lmaydi, u tiriklay ko'tarilgan deymiz. Tushuntirilyaptimi? Iso alayhissalom haqida xuddi shahidlar qanday tirik deb boya tushuntirib bergan bo'lsam, aynan Iso alayhissalom va yana Idris alayhissalom, yana adashmasam bitta yo ikkita payg'ambarlar bor. Ana ular mana shu mavqedagi insonlar. Chunki ularning nimasi aslida u dunyodan kelgan. To'g'ridan to'g'ri ruh sifatida boshqa bir badanga va shu zaylda yana qaytib ko'tarilib ketgan. Shu sababli aytamiz. Ana endi Iso alayhissalomni demak nima bo'ldi bu yerda? Iso alayhissalom darhaqiqat aslida u o'lmadi, lekin uning badani o'ldi, lekin u badan boshqa bir inson qiyofasida, boshqa bir insonning nafsi sifatida keldi. U chekilgan azoblari hammasini Simon chekdi va shahid bo'ldi. Endi kim haq? Qarang. Iso alayhissalom aslida xristianlar va yahudiylar aytayapti, Iso alayhissalom o'ldi deyapti. Haq. Nega? Chunki Iso alayhissalom jasadi o'ldi u yerda. Musulmonlar aytayapti, yo'q, Iso alayhissalom o'lmadi, uni ko'tarildi Alloh taolo deyapti. Haq. Nega? Chunki Iso alayhissalom hech bir zamon u bir moddiy jism bo'lmadi-ku. U otasiz tug'ildi, Allohning so'zi edi, ruhi edi, paydo bo'ldi va ko'tarildi Allohning huzuriga. To'ppa to'g'ri. Ya'ni bu masalaga ko'ryapsizmi? U tomondan ham, bu tomondan ham qarasangiz, har ikki taraf to'g'ri bo'lgan qayerda to'g'ri, qayerda yanglishyapti. Mana shu narsa bu muammoni yechib beradi. Qanchalik tushuntira oldim? Yo, siz yaxshi tushuntira oldingiz. Men bu aytgan so'zlaringizni mendan so'ravdingiz-ku, siz Iso alayhissalomga nima deb o'ylaysiz deganingizda, sizga aytgan javobimni ikkinchi variantida shu siz aytgan so'zlaringiz bor edi mening kallamda. Faqatgina men o'sha badanni ham bir nima desa bo'ladi, hurmatini juda ham yuqori qo'yib yubordim. Shuni hisobidan balkim Alloh taolo shu badanlarini o'zini ham o'zlariga ham ziyon yetkazmasdan saqlab qolgan bo'lsalar kerak deb turib aytmaganimda, buni avval aytganingizda bu variant ham kallamda shakllangan edi, bu aytib o'tganlaringiz. Yaxshi. Unda demak tushunarli bo'ldi. Endi buni nima qilamiz? Buni endi yakunlasa ham bo'ladi, oxirini sementlaymiz bu ishni. Xo'sh. Buning uchun o'sha boyagi ma'lumotni men qistirib ketaman. Ibrohim alayhissalom bilan bog'liq bo'lgan. Bir tarafda tasavvur qiling. İbrahim alayhissalom bir tarafingizda, endi bu tarafda Alloh taolo. Xo'sh. Alloh taoloning Ruhul Quddus degan nimasi bilan, ruhi bilan quvvatlangan va undan kelgan ruh bilan yer yuzida paydo bo'lgan inson sifatida paydo bo'lgan Iso alayhissalom. Tasavvur qildingiz-a? Endi Ibrohim alayhissalomdan keyin kim bor bu tarafda? Ruhul Quddus. Yo'q, bu tarafda Ishoq alayhissalom bor. Yo'q, xohlasangiz Ismoil deng, ikkita o'g'li. Chunki musulmonlar bilan xristianlar orasida nima borda? Qurbonlik masalasida qaysi o'g'li qurbonlik edi.
Ba'zilar aytadi Ishoq, ba'zilar aytadi Ismoil alayhissalom. Xo'p. Farq yo'q. Ismoil alayhissalom bo'lsa, xo'p, Ismoil alayhissalom deb olaylik, qarang. Endi Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga o'zining yolg'iz bo'lgan o'g'lini qurbonlik qilishi tushida amr qiladi, qilganini ko'radi. Xo'sh, bu taraf turibdi. Endi bu tarafda qarang. Alloh taolo xristianlar e'tiqodi bo'yicha Alloh taolo Iso alayhissalomni yer yuziga qurbonlik qilib jo'natdi deydi bular. Xo'p. Keyin nima bo'ldi? Ya'ni Iso alayhissalomni boyagi nima deydi? Qurbonlik va insoniyatni butun gunohlarini o'chirish uchun deyiladi. Xo'p. Ibrohim alayhissalom tushida ko'rgandan keyin boyagi hodisani o'g'lini yoniga oldi va Moraya tog'iga yo'naldi. Bu tarafdan Iso alayhissalom orqasiga o't boyagi xoch yoki yog'och yuklandidagin Moraya tog'i taraf yuklandi, yo'naldi. Osiladigan joyi. Qarang. Ibrohim alayhissalom o'g'liga aytdiki, o'g'lim mana bu o'tinlarni orqangga osib olgin. Ya'ni ko'tarib yur o'tinlari. Hozir toqqa chiqib qaytib kelamiz deydi. Bu tarafdan Iso alayhissalomga uning xochi ustiga yuklatib qo'yiladidagin qurbonlik sari u ham toqqa chiqishni boshlaydi. Orasida minglarcha yil farq bor ikkita hodisaning orasida. Endi borib Ibrohim alayhissalom o'sha o'g'lini qurbonlik qilish jarayonida, pichoq tortish jarayonida Alloh taolo unga vahiy qiladi, aytadiki, sen deydi, mening amrimni bajarding, ya'ni sinovimdan o'tding. Men senga tushda o'sha tushingda sinagan edim deydi. Va uning o'rniga deydi, men senga o'ta ulkan, azim deydi, azim dedim, o'ta ulkan bir o'rin beraman, almashtirib beraman, bir boshqa narsa beraman deydi. O'sha juda buyuk bir qurbonlik qabul qilganday ya'ni qilganday bo'lasan sen deydi. Qabilida. Va o'rniga nima beradi? Qo'chqor beradi. Bu tarafda nima bo'lyapti? Bir necha ming yil keyin Iso alayhissalom kelyapti. Qurbonlik qilinish kerak. Va uning o'rniga Simon berilyapti. Qurbonlikdan olib qolish uchun. Bu tarafda Ishoq yoki Ismoil alayhissalom qurbonligida qutulib qoldi. Bu tarafda Iso alayhissalom qutulib qoldi. Uning o'rniga chunki Simon o'zini qurbon qildi. Bu tarafda esa o'sha qo'chqor berildi. Ko'ryapsizmi parallelliklari? Har ikkalasi ayni joyga qarab ketyapti. Moriya tog'iga. Ayni tepalik. Ayni ota o'g'il orqasiga yuklangan. Bittasida o'tin, bittasida o'zi osilish kerak bo'lgan xoch. Ikkalasi ham qurbonlik. Va har ikkalasi ham qurbonlikdan qutulib qolyapti va har ikkalasida o'rniga boshqa narsa berilyapti. Bu
xristianlar nuqtai nazaridan qaraganda Iso alayhissalom aslida o'sha qurbonlik va o'ldirildi deyishi bu parallellikni buzib qo'yadi. Chunki u yerda na Isoq alayhissalom agar uni nazarda tutishsa o'ldirildi. Isoq alayhissalom o'ldirilmadi, u qutulib qoldi. Demak, parallel agar shaklda davom olib keladigan bo'lsa, Iso alayhissalom ham o'lmasligi kerak u yerda. Qurbonlik qilinmasligi kerak. Endi parallel shaklda nargi tarafda qurbonlik o'rniga qo'chqor kelgan bo'lsa, bu tarafda Iso alayhissalom o'rniga ham kimdir kelish kerak edi. Xristianlar o'sha joyda Simon Sayrusni nima qila olmaydi. Ya'ni uni o'rnini bilolmagani uchun boyaga parallellik yo'qolib qolyapti-da, ular keyin Iso alayhissalom o'ldi, to'liq nima bo'ldi deb shunaqa noto'g'ri xulosaga kelib qolyapti. Biz ko'ryapsizmi, bu narsani bir necha ming yil oldin bo'lgan hodisa bilan ham ko'rsatib, aslida Iso alayhissalom o'lmaganligi, aslida uni o'rniga boshqa bir inson o'zini shahid qilganligi kelib chiqyapti. Endi bitta narsa Abu Sodiq aytadiki, o'sha Simon men edim deyapti. Yani bu narsaga kirmaylik. Xullas, bu yerda nima bo'lyapti? Mana shu parallellik tarix kelajakda yana takror qilyapti. Har doimgidek. Ajoyib ma'lumotlar. Qayta eshitib, o'rganib, o'qish kerak bo'lgan ma'lumotlar. Endi bu yerda o'zi yana bitta bu ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, qiyomatga yaqin traditsion masalan islomda aytiladi-ku, Iso alayhissalom tushadi, u kishini tushganlarida yuzlari mamlay bo'ladi, qizg'ish bo'ladi, u kishidan sochlaridan suv tomib turgan bo'ladi degan shunaqa ma'lumotlar bor. Endi mana bu ma'lumotlarni, siz aytgan ma'lumotlarni nuqtai nazari bilan xulosa qiladigan bo'lsak agar, mana bu traditsion islomda aytilgan-ku, yuzlari unaqa bo'lishi kerak, sochlaridan unaqa bo'lishi. O'shanaqa bo'lmaslik ehtimoli ham bor demak. Chunki nimaga deganda, haqiqiy bo'lgan shu onasidan qana tug'ilgan bo'lsa, o'sha Iso alayhissalomning badan shaklidagi ko'rinishlari u yo'qlikka aylangan o'sha. U badan. Bu badandan Simonning badaniga o'tganlar. Iso alayhissalom, u ruhul quddus. U Simonning badanida ma'lum bir Alloh bilgan darajada qanchadir yil umr ko'rganlar, bu umrda yashab, masalan 70 yil deb aytib o'tildi hozir, u umrda yashab keyin vafot etganlar. Agarki masalan qachon kelishliklari endi Allohning o'zi biladi, Iso alayhissalom qachon yoki keladigan bo'lgan taqdirlarda ham qanaqa shaklda kelishligi bu Allohning o'ziga havola bo'ladiki, endi balkim o'sha hadislarga kelgan variantda ham kelishligi mumkin yoki kelmasligi mumkin degan tushuncha ham bu ham mantiqli bo'lib qoladi deb o'ylayman. Albatta. Chunki agar yana shu joyda ham fitna bo'lib turib, kimdir shu odam adashib ketib, u insonga qarshi chiqib qoladiganlar ham paydo bo'lib qoladi-da. Shu joyda ham bir insoniyat sinaladi. Albatta. Chunki har bir soniyamiz sinovdan iborat, qarang. O'sha nimalarga biz hadislarga hammasiga ishonamiz, lekin u hadislar ma'nosini ba'zan boshqalar aytgandek tushunmaymiz. Masalan, biz hadislar hammasini hikmat deb bilamiz. Biz Injilni ham hikmat deb bilamiz. Injil islomda hadisga to'g'ri keladi. Injil degan kitob. Bu hadis kitob. Bizda odamlarda shunaqa bir noto'g'ri tasavvur borki, uni xuddi Qur'oni Karimga o'xshagan deb o'ylaydi odamlar. Yo'q, Injil unaqa emas. Injil bu hadis. Agar sen hadislarni tan olmasang, masalan, ko'p shunaqa odamlar hozir ko'payib ketyapti. Agar sen Injil hadislarni tan olmasang, zotan sen Injilni tan olmaysan. Chunki Injilni o'zi hadisda. Bunday olib qarasangiz. O'sha sababli qarang,
bu narsalar orqasidagi ma'no, mohiyat borda ayrim hadislarda ko'pi aslida ular chuqur teran ma'nolarga ega bo'lgan narsa. Ko'pi. O'shaning uchun biz sunniylar bizga tushuntirgan ko'p nimalarni to'g'ridan to'g'ri olmaymiz. Uni orqasidagi to'liq olish kerak-da, uni oladigan bo'lsak. Yuzaki emas. Shu sababli qarang. Hadislarda masalan ko'p hadis bor. Masih u yerda chiqadi, Masih mana bu joyda chiqadi, keyin u yerdan bu yoqqa boradi, undan bu chiqib bunaqa ish qiladi deydi. To'g'rimi? Ko'tariladi, keladigan joyi bor, yana boshqa ko'p narsalar bor. Xo'p. Endi shu narsa to'g'rimi aslida? Qarang, o'ylab ko'ring-da, odamlar birinchi eshitsa hamma to'g'ri deb o'ylaydi. Lekin Yahudiylarni nimasini e'tiborga olsangiz qarang, Yahudiylar ham Iso Masihni ya'ni Masihni kelishini kutdi-ku. Nimaga ular qarshi chiqdi, dushman bo'lib uni o'ldirishga harakat qildi? Bilasizmi? Chunki ularning kitobida ham o'sha hadislarida boyagi narsalarda kelgan, u bu palonchi nasldan chiqadi, Dovudning nasli bo'ladi, u keyin palonchi shaharda tug'iladi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi degan narsalari bor edi. O'shalar hech biriga to'g'ri kelmadi-da Iso alayhissalom. Ular Nasaroda tug'iladi, Batlahamda tug'ildi. Ular uni avlodidan keladi, bu boshqa avloddan chiqdi. U unaqa qiladi dedi, bu bunaqa bo'ldi, tushundingizmi? Ayni holatga musulmonlar tushgan. Chunki payg'ambarimiz buni pechat bosib ketganda bu narsaga. Nima degan payg'ambarimiz? Sizlar ey musulmonlar degan sahobalarni yig'ib. Bu ham sahih Muslimda, ham sahih Buxoriyda yozib qo'yilgan. Nima degan? Sizlar keyinchalik Yahudiylarni va xristianlarni qarichma-qarich, qadamma-qadam ularga ergashasizlar degan. Agar ular bir toshbaqani iniga, bir nimani iniga, yumron qoziqi iniga kirib ketsa, sizlar ham o'sha inga bor kirasizlar, o'sha teshikka sizlar ham degan. Endi menimcha ham sahih Buxoriy, ham sahih Muslim deb turgandan keyin bu yerda buni inkor qila oladigan odam yo'q-da o'zi. Xo'p, nimada bo'ldi? Aynan mana shu u yerda aytadiki, endi bizni sunniy nimalardan borib so'rasangiz, u kiyim-kechak deydi. Galstuk taqayapmiz hozir deydi, biz o'sha xristianlarga o'xshab qolyapmiz. Yo'q. U e'tiqod nazarda tutilyapti. E'tiqod masalasida ular qanday qilib Masihni, Iso alayhissalomni qanday qilib qabul qila olmagan bo'lsa, xuddi shu narsani Mahdiy kelganda musulmonlar aynan kopiya shaklida qiladi. Nima bo'ladi shunda? Madinadan chiqadi, bir nima qiladi, Makkaga boradi, keyin uni unaqa qiladi, keyin buni unaqa qiladi, keyin unaqa qiladi, keyin bunaqa. Ularda ssenariy tayyor. O'shaning uchun kelgan Mahdiyni qaraydi, yo'q, bu Dajjol deydi. Xuddi Yahudiylar Iso alayhissalomni Dajjol deganda, yolg'onchi payg'ambar deganda. Takarrur qiladi tarix. Payg'ambarimiz pechat bosib ketgan bu masalaga, shunday bo'lishini. Yo, ularni ham bir hisobda tushunsa bo'ladi-da, chunki ular ham shu aytib o'tilgan, masalan, Mahdiy chiqsa mana bu yerdan bo'ladi, Madinadan chiqadi, falon bo'ladi, unaqa ko'rinishda bo'ladi degan hadis bor-da, ular ana shu narsani formula sifatida oladi insonlar. Ana shunaqa joyga qanday yechim berish mumkin? Ana shu narsaga ishonadi. Payg'ambarim aytgan deydi, shu narsa fakt deydi, bo'lish kerak deb biriga bir oladi, formula sifatida oladi. Shu inson shu narsani taqqoslayveradi. Keyin falon joyga Mahdiy desa agar, o'sha sirazu qoidadan olib keltiradi, kallaga qoidaga tushmayapti, rad etaveradi. Qoidaga tushmayapti, rad etaveradi. Shu joyda yechim qanaqa bo'lish kerak? Alloh taolo insoniyatni musulmonmi, u boshqami, shayxmi, balomi, battarmi qanday sinayotganini ko'ryapsizmi?
bu narsani hamma tushunishi shart emas. Bundan buyog'i o'sha men tushuntirmaydigan va tushuntirishni xohlamaydigan joyga keldik. Men uni u yog'ini tushuntirmayman. Hamma o'zini aqli bor, hamma aqlli-ku, bilasiz? Hamma narsani bilguvchimiz-ku biz. Xato qilmaymiz. Hamma ayb gunoh ishlar bo'lsa, boshqa anavi qildi, Ali qildi uni, men qilganim yo'q. Qanday qilib men adashishim mumkin? To'g'rimi? Adashasan, ana shunaqa adashasanki, agar bunday narsalari oxiriga nima qilib harakat qilmasa inson yeb ichish boyagi dunyoviy narsalar bilan berilib qolsa, bu narsalari mohiyati tagiga yetadigan odam kam bo'ladi. Shu sababli bu omma uchun emas. Bundan u yog'ida bilinish kerak bo'lgan shu joygacha qanday adashdi insonlar, qanday bo'ldi? Demak, hamma hadis biz bilgan degan narsalari bir nechta maqsadlari bor ekan. U maqsadlari ichida to'g'ri yo'lni ko'rsatib, insoniyatni hidoyatga qilish va qalbi to'liq iymonga kelmagan, hali testdan o'tolmagan yoki to'liq o'tganligi tasdiqlanmagan insonlari ustida yana bir test va sinov bo'lish bu. Buni maqsadi bor bu narsalar. Alloh taolo o'z avliyolarini o'zini qubbasini tagida yashirib qo'yadi. Chunki ular agar xalqqa berib qo'ysa, xalq yeydi ularni, go'shtini parcha-parcha qilib yeydi odamlar. O'shaning uchun Alloh taolo ular har doim mana shunaqa nimalardan, yovuzliklardan saqlash uchun turli shaklda o'zini hikmatli yo'llari bilan harakat qiladi. Bu cheksiz hikmat sohibi bo'lgan Alloh taoloning o'sha hikmat darajasini yana ham teranroq anglash uchun kerak bo'lgan mana shu saboqlardan tushunganlar uchun. Kim hozir tushunayotmagan bo'lsa, hech bu masalada ortiqcha boshingizni og'ritmang. Demak, hali unga vaqt bor. Vaqt kelganda har kim tushunadi. Vaqt kelmagan bo'lsa, balki keyingi hayotingizda tushunarsiz. Balki undan keyin salgina g'ayrat qilsangiz. Bo'lmasa shart emas. Tushuntira oldimmi? Ajoyib ma'lumotlar berdi. Arzidimish qilib yarim kechagacha o'tirganingizga uxlamasdan 1:30gacha eshitishgacha arzigulik, undan ham oshib tushadigan ma'lumotlar berdik. Allohga shukr, sizga rahmat. Agar nima qilsa keyin o'sha bergan qismlar ochildi. Bergan ma'lumotlar bo'yicha boyagi aytib ketdim-ku, hint nima berib ketdim-ku orada. Ana o'shalari izlang. Moriya tog'i boya Iso alayhissalom bilan nima krutsifikatsiya jarayoni va Ibrohim alayhissalom o'g'li bo'lgan hodisalar boyagi Injilda muqaddas kitob bor o'zbek tilida. Bunday applikatsiyani nima qilib oling. O'shalar hammasini shunday joy-joyiga qo'ysangiz, ajoyib go'zal bir struktura, insho, bino paydo bo'layotganini ko'rasizda. Shunaqangi parallel, hamma tarafi bir-biriga aniq tushayotgan bir go'zal bir strukturani ko'rasiz. Buni ko'rish uchun boyagi dalillarni o'qib, biz aytgan narsalarni aytib ketyapman, ba'zilarini o'shalari yozib olib turib, o'shalar bo'yicha ozroq izlanish qilinsa, yana ham chuqurroq, mustahkamroq o'tiradi. Mustahkam o'tirgandan keyin siz bu narsalarni ayni nima bilan boshqa odamlarga ham tushuntirib berish, ular zehnini ozroqgina ochish imkoniyatingiz bo'ladi. Shu bilan bugungi suhbatni endi yakunlasak bo'ladi. Dam olish kerak bo'lgan odamlar bor, to'g'rimi? To'g'ri. Yana bir inshaalloh bir vaziyat to'g'ri kelib qolganda boshqa masalalar bo'yicha ham suhbat qilamiz. Ungacha o'qib o'rganib o'zimizni shu rivojlantirishga
ma'naviy yuksaltirishga, hamma narsaga keng dunyoqarash bilan tor boyagi sunniylik yoki shiyalik yoki boyagi ahmadiylik oqimidan emas, butun insoniyat tarixida bo'layotgan hamma narsani bir-biriga olib kelib, hammasini tahlil qilib, bir-biriga bog'lab, mukammal va go'zal bir shaklda insoniyatga foydasi bo'ladigan shaklda narsalar tushunishga harakat qilishimiz kerak, birodarlar. Oxirgi so'zim shu bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, yaxshi ma'lumotlar berdingiz. Video zapisda ketsangiz ham bo'ladi. Kim boshqa bir savol berardim.